Xo'sh, assalomu alaykum o'rtoqlar. CBP bilan kirganlarga deport xati keldi. Kelyapti. O'zi 2-3 kundan beri. Xo'sh, u xatda nima deb yozilgan? CBP bilan siz kirgan bo'lsangiz, sizni CBP'ingiz bekor bo'ldi va siz o'zingiz davlatdan chiqib ketishingiz kerak. O'zingiz chiqib ketmasangiz, sizni deport qilamiz, shtraf qilamiz, u bu qilamiz degan xat kelgan. Va shu xatni o'zida ham sizni agar work authorization social olgan bo'lsangiz, nima orqali, shu parol orqali, CBP orqali u ham bekor bo'ldi deb yozgan. Xo'sh, aslida bu xat o'zi yanvarda kelish kerak edi. U 20-yanvarda, 21-yanvarda. Chunki shu vaqtda buni Trump ham aytgandi, men ham video qilgandim. Bo'ldi, kim CBP bilan kirgan bo'lsa, ularni CBPni bekor bo'ldi. Ularni ushlaymiz. Agar ular status olmagan bo'lsa, deport qilamiz degan gapni kim qachon aytgandi? Bu narsani men nimaga ham aytgandim? Kerak bo'lsa, Ozodlikka intervyu berganimda ham aytgan edim bu haqida. Shu vaqtda Trump aytdi, bo'ldi, nimasi bekor bo'ldi, CBP'si deb aytgan edi. Lekin shu vaqtda hech kimga bunaqa xat kelmagandi. O'zi bu narsa amal bo'lganida men nimani shu vaqtda kutayotgandim. O'zi hayron qolayotgandim. Nimaga xat kelmayapti? Nimaga bularni work'i atmay bo'lmayapti degan narsani kutayotgandim. Ham ish bilan bo'lib esdan chiqibdi. Masalan, haqiqatan bu katta davlatda u Trump bitta narsa aytgani bilan bu ish bajariladi, ancha pog'onalar bor. Xo'sh, bu narsa bo'lmadi, mana endi bu narsa hozir bo'lyapti. Xo'sh, endi odamlar ham aytsa-da, "Voy, ko'p gapirdingda, maqsadga o't" deb. Xo'sh, maqsadga o'taylik. Va nihoyat, xo'sh, mana shu CBP bilan kirganlar endi bo'ldi, deport bo'ladimi? Work'i bekor bo'ladi. Ular masalan CDL olgan, pravo olgan, dokumenti nima bo'ladi degan savol bo'ladi. Xo'sh, bu savolga javob. Agar siz haqiqatan ham CBP bilan kirgan bo'lsangiz, agar undan keyin biron uylanishga topshirmagan bo'lsangiz, yo boshpanaga topshirmagan bo'lsangiz, yo boshqa bir xil legalizatsiya qiladigan proses dokumentni topshirmagan bo'lsangiz, to'g'ri, siz deportga tushdingiz. Sizni workingiz endi hammani worki o'zi bekor bo'ldi o'zi. CBP'larniki. O'zi aslida aytganimdek, 20-yanvarda bekor bo'lish kerak edi. Xo'sh, bular bekor bo'ldi. Xo'sh, work bekor bo'lgan bo'lsa, agar men work orqali pravamni olgan bo'lsam-chi, u nima bo'ladi? CDL olgan bo'lsam-chi, u nima bo'ladi? Ungacha hali bular uyquda. Chunki work authorization bu Amerikaning o'ziniki. CDL har bitta shtatniki. Shuning uchun ulardan bularga ma'lumot keladi, bekor qilib vaqt o'tishi mumkin. Balki men adashishim mumkin. Lekin qanday men bilaman bular ishlaydi? Masalan, u yoqdan bu yoqqa shtatgacha xabar kelgancha ilmi o'shagan bo'ladi. Shuning uchun ular mana bu ming work bekor bo'lgan bilan prava hali berib bekor bo'lmaydi. Lekin bir katta lekin bor. Agar siz borib shu pravangiz masalan yo'qolgan bo'lsa, boshqadan olaman desangiz, shu nima bilan, CBP parol bilan borib mana yo'qoldi, mana bitta boshqadan menga bering desangiz, shu eski dokument bilan shu vaqtda o'zi bular har bitta shtat tekshiradi. Dokumentlaringizni, workingiz to'g'rimi, parolingiz to'g'rimi, shu vaqtda tekshirayotgan paytda shu yerda o'zi bu bekor bo'ldi deb chiqadi. Shuning uchun kimning CDL pravasi bo'lsa, mana shu dokument orqali olgan bo'lsa, o'zi pravaga borib, almashtirib, o'zi nima qilish kerak emas buni. Prava ming yo'qolgan bo'lsa ham, work bo'lsa, hali work bilan baribir ishlasa bo'ladi. Hali boshqalargacha yetib boradi, bu ancha bor. O'zi CBP larga ham qancha qoldi? Mana bugun nima bo'lsa, aprel bo'lsa, menimcha ko'plarniki agar 2 yil bergan bo'lsa ham iyul, ya'ni 3 oy vaqti bor. Men bu nimasi work authorization'idan nima qilsa foydalanishiga. Undan keyin o'zi bo'ldi, bu to'xtatiladi. Shuning uchun kim CBP bilan kirgan bo'lsa, sizlar yo brak yo boshpanaga topshirgan bo'lsalaring,
sizlarga bu xat tegishli emas. Lekin yana bir marta aytaman, endi xo'p, endi nima qilish kerak? Mana bizga trakchilar bor, boshqalar bor. Bu dokumentlarni o'sha harakat qilish kerak, ko'rsatmaslikka. CBP mana bu to'xtatadi-ku, yo'lda to'xtatadimi? O'zi birinchidan dokumentlarni iloji bo'lsa militsiyalarga hech kimga ko'rsatish kerak emas. Mana bu work authorizationlarni. Prava bo'ldimi? Bo'ldi. Mana pravani ko'rsatdingizmi? Bo'ldi. ID'ni ko'rsatdingizmi? Bo'ldi. U militsiyaga ko'pi kerak emas. Agar militsiyalarga ham ko'p dokumenti bersa, o'zi ularga o'ziga yozib qo'yadi. Qani kim dokument bilan, kim dokumentsiz, endi Meksika bilan kirgan yoki green card olgan shunaqa ro'yxatlarni-da endi. Shuning uchun ularga ortiqcha dokument berish kerak emas. Agar hozir masalanda 1000 siz CBP bilan kirgan bo'lsangiz, 1000 siz 589 boshqalarga topshirgan bo'lsangiz ham, boshqa o'zi bo'ldi, o'tdingiz, boshqa proses bo'yicha ishingiz ketyapti, lekin siz CBP bilan kirgan bo'lsangiz, mabodo qo'lga tushsangiz agar, ular nimani ko'radi? Workingizni ko'radi. Agar CBP orqali workingizni ko'rsatsangiz, ko'radi, bu worki bekor bo'libdi, parol orqali kelibdi, bo'ldi, buni davay deport qilamiz deb paqqa tiqadi-yu, hech qanaqa sud-putsiz, men sizga aytsangiz, mana 589 bor, u ham bor, uylanganman, u bu desangiz ham, hozirgi Trampni qilayotgan ishi eshitmasdan jinnini yoqib, samolyotga mindirib El Salvador ketdi, Panamaga ketdi, Gvatemalaga ketdi, deport qilib tashlayapti. Hozirgi zamonda. Yana mana yaqinda Konstitutsioniy sud mana shu huquqni ham Trampga berdi. Endi bu huquq doimiy bo'ladimi yo vaqtinchalik bo'ladimi? Yo bunaqa o'zi huquq bor Trampda. Chunki odamlar sudga bergandi. Begunoh odamlarni, endi legal o'zi dokumenti bor bo'lgan odamlarni El Salvadorga adashib yuborgan. Даже tekshirib o'tirmagan, chunki hozir Trampga shunaqa vakolat bor, tekshirib o'tirmasdan, sud qilmasdan deport qiladigan. Shuning uchun kim CBP bilan kirgan bo'lsa, o'zi bilinglarki, sizni workingiz o'zi hech qanaqa kuchga ega emas, o'zi bekor narsa. Shuning uchun u narsani ko'rsatish kerak emas. Ushlaganda. Endi ICE ushlasa ko'rsatasiz. Mana legalni deb. Lekin men militsiyalarga, Waystationlarga bekor mana Amerika qonuniy ishlayapman deb uni ko'rsatish kerak emas. Bu ularni tekshiradigan ish emas. Ular bilmaydi u. Shuning uchun ularga mana Meksikadan kelgan, mana workda Meksika orqali kelgan deb ko'rsatish kerak emas. Reklama qilib o'zini. Bu reklama endi avval O'zbekistonda o'tardi. Meksika orqali keldi, u video qilib intervyu bilan hammaga. Hozir bunaqa zamon emas. Shuning uchun shu taq qarasangiz agar bu narsa o'zi 20-yanvarda bo'ldi, lekin mana endi hozir bu ochiq bo'ldi. Mana working bekor bo'ldi, deportga tushding, u bu deb. Shu CBP orqali kelgan bo'lsa, yana bir marta aytaman, agar 589 ga topshirmagan bo'lsa, odamlar topshirish kerak, biroq qilish kerakmi? Chunki sizlar parol bilan kirdilaring, biroq qilish kerak. Er-xotin bo'lishni Amerika fuqarosi bilan haqqingiz bor. To'g'rimi? Shuning uchun shunaqa qilasizmi yoki boshqa variant qilasizmi? Chiqib boshqa yo'llarni ham ko'ringlar. Shu keyin xato bilan mabodo bunaqa dokumentni ko'rsatib, xudo ko'rsatmasin boshqa joyga deport bo'lib ketmanglar. Shuning uchun bilinglar-da mana bu protsessda. Masalan, qo'lga tushgan paytda ham, "Sani CBPdan qilgan qilsan, san bekor bo'libdi, u bu" degan paytda, baraka topkur, men CBP bilan kirgan bo'lsam ham, mana 589 dokument topshirgan. Mana bu masalan yangi work authorization ICE ga, militsiyalarga emas. Mana yozgan kategoriyasi C08, C11 emas, C11 bu parol. Mana men topshirganman. Yo men masalan men bolalarni bilaman, через брак work authorization olgan. Dokumenti ketyapti. Mana immigratsiyaga mana dokumentim ketyapti. Workim ham mana hozir boshqa. Bilaman, u parol qo'ydi, yoki o'zi meni statusim boshqa, ishim boshqa, bu yo'l bo'yicha boryapti deb harakat qilish kerak, gapirish kerak. Endi gapirishim tilni biladigan bor, tilni bilmaydigan bor. Shuning uchun so'rash kerak. Maylimi bitaman tarjimonga tarjima qilay, yo tarjimon bormi deb. Shu tarjimonga telefon qilgan paytda ham tarjimonga ham o'zi shu tarjimon tushuntirsin. Shunaqa bitta odam o'zingizda enza bo'lsin. Bitta tarjimon. Shunaqa momentga tushganda birdan u odamga telefon qilib, shu tarjimonga endi o'rtog'ingiz bo'ladimi, tanishingiz bo'ladimi, shu mana shu odamga o'zi hozirdan aytish kerak. Menga meni qo'lga tushsa,
Senga men o'zimni nimani aytib beray. Menga mana shunaqa men parol bilan kirganman, lekin hozir men dokumentim boshpanaga yo dokumentim mana Barakka yuborganman, topshirganman. Shuning uchun sen bil, mana hozir mana o'sha bo'ldi mana workim ham boshqa, hozir dokumentim ham boshqacha bo'lyapti deb shu tarjimonga zararni hozir aytish kerakki, ertaga bironaga qo'lga tushib qo'ysangiz, u telefon qilsangiz agar sizdan so'rab o'tirmadi. Keyin nima bo'ldi? Ha, qaysi nimadan kelding? Nimada CVP bilanmi? Va Saniya sindromi? Bu savol javob kelib bo'lmasin. O'sha tarjimon ham o'sha biladi. Shuna telefon qildingizmi? Ha. Tushganning sababi, muammoning sababi siz bilan kirgan. Xo'sh, men nima deyishim kerak? Bo'ldi, siz bilan kirgan, lekin o'zim hujjati bor, hujjatiga topshirgan. Brak bo'ladimi, 589 bo'ladimi? Mana haq, ofitser ko'ring, hali qissasida bor yoki nimasida bor, sizga o'zi ko'rsatadi deb. Ya'ni odamning o'zida bo'lsin. Nimalar, resit nomer bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, isbot dalillari. Masalan, o'zini tarjimoni telefonida bo'ladimi, yo sizning telefoningizda bo'ladimi, rasmlari 589 ga topshirganingiz, work authorization olganingiz, endi har xil isbotlar. Shu, hozircha mana shu. Bu narsani bu 20-yanvarda bu hech qilib yana bir marotaba aytaman, CBPlarni atkaz bo'lishi, worklarni atkaz bo'lishi o'zi CBPlar atkaz bo'lishi u 20-yanvarda bo'lgandi, prosta gapda bo'lgandi, lekin qog'ozda bo'lgani yo'q. Mana endi qog'ozda bo'lyapti. Odamlar xato olyapti. Taq qarasangiz, hech narsa o'zgargani yo'q. Bu narsa o'sha bo'lganida aytilgan edi. Xo'p, shu. Endi o'z sizlarga aytdim. Ha, nimalarni, nima bo'lishi mumkin? Yomon situatsiyaga tushmaslik uchun nima qilish kerak? Shu tak что panikaga tushmaymiz, vahima qilmaymiz. Taq qarasangiz, hech narsa o'zgargani yo'q. Agar bir nimani obzorda kattaroq olsangiz agar. Bu narsa o'sha bo'lgan edi, biz bilgandik. Ha, endi mana endi bu sal reklama bo'ldi. Shu, hozircha mana shu o'rtoqlar, videolarni kutinglar. Yangiliklar aytaman-ku, kundan kun ko'p bo'lyapti. Kundan kun har xil. Ko'p sog' salomatlik bilan. Bosh omon bo'lsin, boshqa hamma narsa topiladi.